Men o'z amakimning qiziga. Yoshligimdan bir hovlida, bir dasturxon atrofida singlim deb katta bo'lgan qizga telbalarcha oshiq bo'lib qoldim. O'sha tunda otam telefonimni tortib olib bizning yashirin sevgi yozishmalarimizni o'qib qolgandi. U menga shunday qattiq tarsdagi tushirdiki, yuzimdan qon sizdi. Sen itdan tarqagan, o'z jigaringning ko'ziga qanday qilib yomon niyatda qarading deb bo'g'zimdan oldi. Mening yuragim esa qon yig'lab, dada, men unga yomon niyatda qaramadim, men uni xudodek sevib qoldim, deyishga zo'rg'a mador topar edi. Bizning sevgi avval boshidan do'zax va la'nat olovida yonishga mahkum qilingan ekan. Assalomu alaykum. Inson qalbining eng ziddiyatli, qonun-qoidalarga bo'ysunmaydigan va ba'zan taqiqlangan tuyg'ulariga asir tushgan insonlar qismatiga qiziqadigan qadrdon hikoyachi Momo kanalining obunachilari. Agar siz bizning pinhona ishq, oilaviy sirlar va ko'z yoshlarga to'la dunyomizga ilk bor qadam qo'yayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Qulayroq joylashib oling. Chunki bugun men sizlarga jamiyat, urf-odat va qarindoshlik rishtalariga qarshi isyon ko'tarib, o'z amakisining qiziga yonib oshiq bo'lgan, ammo shafqatsiz ayriliq dahshatini boshdan kechirgan bir yigitning dardli iqrorini so'zlab beraman. Bu hikoya sizning yuragingizni timdalab tashlashi aniq. Mening ismim Jasur. 22 yoshdaman. Men Navoiyning chekka bir tumanida amakilarim bilan bitta katta hovlida devor darmiyon yashab katta bo'lganman. Bizning oilamiz juda qattiqqo'l, eski urf-odatlarni qattiq ushlaydigan oila edi. Amakimning qizi men bilan tengdosh 21 yoshli Malika bilan birga tuproq o'ynab, bir maktabga qatnab o'sganmiz. Men uni doim singlim deb asrab, himoya qilib yurardim. Oila yig'ilishlarida, to'ylarda u menga doim choy uzatar, Jasur aka, yaxshimisiz deb jilmayib qo'yardi. Ammo o'tgan yili Malika universitetni bitirib uyga qaytganida mening vujudimda qandaydir g'alati, tushunarsiz va yondiruvchi bir o'zgarish sodir bo'la boshladi. U endi yosh qizaloq emas, go'zallikda tengi yo'q, iboli, qop-qora ko'zlari odamni o'ziga tortadigan haqiqiy ayolga aylangan edi. Bir kuni bog'da anor terayotganda u adashib qoqilib tushayozdi. Men chaqmoqdek tezlikda uning qo'lidan tutib qoldim. O'sha on mening qo'llarim uning nozik bilagiga tekkanida mening tomirlarimda qandaydir ilohiy tok urib o'tgandek bo'ldi. Men nafas ololmay qoldim. Uning ko'zlariga tikildim. U ham yuzini olib qochmadi. Uning ko'zlarida men singilning minnatdorchiligini emas, balki ayolning titroq va yashirin ehtirosini ko'rgandek bo'ldim. O'sha kundan boshlab mening aqlim, irodam parcha-parcha bo'ldi. Men tunlari uxlolmay chiqardim. Jasur, jinni bo'ldingmi? Axir u sening qarindoshing, jigaring-ku deb o'zimni urishardim. Lekin yuragimga, ko'zlarimga buyruq bera olmasdim. Men oilaviy yig'ilishlarda faqat uni qidiradigan, u kulsa yuragim yorilib ketgudek quvonadigan yovvoyi bir oshiqqa aylandim. Bir necha oy biz faqat ko'z urishtirib, jimgina yonib yurdik. Uning menga bo'lgan munosabati o'zgarganini men sezardim. Va nihoyat kuz kunlarining birida uydagilar qishloqqa to'yga ketganda biz bog'da yolg'iz qoldik. Men dildirab uning yoniga keldim va Malika, men senga ortiq singlimdek qaray olmayapman. Meni kechir, lekin men seni o'lesigacha sevib qoldim, dedim ovozim qaltirab. U yig'lab yubordi. U o'zini mening bag'rimga otdi va men ham seni yillardan beri yashirincha sevaman, Jasur. Lekin biz qanday yashaymiz? Bular bizni tiriklayin ko'madi-ku deb ho'ngrab yig'ladi. Men uning ko'z yoshlarini artib peshonasidan o'pdim. Qo'rqma. Men erkakman. Men seni hech kimga bermayman deb va'da berdim. Ammo bizning sarmast va xavfli baxtimiz uzoqqa cho'zilmadi. Qishning izg'irinli tunlaridan birida men yotog'imda Malika bilan yashirincha sims yozishib yotardim. Men seni ko'rgim kelyapti jonim. Tezroq to'yimiz bo'lsaydi deb yozgandim. Birdan xonamning eshigi shiddat bilan ochildi. Ostonada otam turardi. Uning ko'zlari olovdek yonar, g'azabdan yuzi qorayib ketgan edi.
Men dahshatdan telefonni yostiq ostiga tiqishga urindim, lekin otam chaqmoqdek kelib telefonni tortib oldi. O'sha on otamning yuzi oppoq oqardi. U mening yozishmalarimni o'qib, birdan telefonni devorga shunday qattiq otdiki, ekran chil-chil sindi. Iflos! Hayvon! Sen nima qilib qo'yding deb otam mening yuzimga shunday qattiq tarsaki tushirdiki, qulog'im shang'illab, burnimdan qon tirqirab ketdi. Men yerga yiqildim. Otam bo'g'zimdan olib, sen o'z amakingning qiziga, o'z jigaringga ko'z olaytirdingmi? Seni oq qilaman. Seni itdek so'yaman deb o'kirardi. Men qon yig'lab, dada, biz bir-birimizni sevamiz. Yomon niyatim yo'q, uylanmoqchiman deb yalinardim. Qarindoshga uylanish qayerda yozilgan? El yurt nima deydi? Sharmanda qilding bizni. Ertasi kuni uyda haqiqiy qiyomat bo'ldi. Otam amakim bilan mushtlashib ketayozdi. Sening qizing mening o'g'limni yo'ldan uribdi deb baqirdi otam. Amakim esa Malikani xonaga qamab, uni shunday ayovsiz kaltakladiki, uning faryodlari, yig'ilari mening yuragimni ming bo'lakka bo'lib tashladi. Men eshikni sindirib kirib, uni himoya qilmoqchi bo'ldim, lekin akalarim meni urib, qo'limni bog'lab tashlashdi. Malika, meni kechir deb qon yig'lardim men. Ular bizni ajratishdi. Malikani uy qamog'iga olishdi. Telefon, ko'cha, hamma narsa taqiqlandi. Men esa ota uydan haydaldim. Tog' sixingni yig'maguningcha qadamingni bosma, dedi otam. Men bir oylab ko'chalarda, ijarada, devorlarni mushtlab dod solib yashadim. Men uni o'g'irlab ketmoqchi edim. Lekin bir oydan so'ng menga noma'lum raqamdan bittagina sims keldi. Jasur, meni kechir. Bugun meni boshqa insonga, uzoq qarindoshimizga fotiha qilishyapti. Otam qon qusib yotibdi, onam o'zini osmoqchi bo'ldi. Men ularning o'limiga sababchi bo'lolmayman. Mening baxtim o'z oilamning qoni evaziga kerak emas. Meni unut. Sen har doim mening yuragimdasan. Alvido. Bu so'zlar mening yuragimga sanchilgan o'lim hukmi edi. U meni sevishdan to'xtamagan edi. U shunchaki o'z oilasi uchun o'zini, o'z muhabbatini qurbon qilgandi. Men o'sha tunda ko'chada, yomg'ir ostida dod solib yig'ladim. Nega? Nega qarindosh bo'lib tug'ildik biz? Nega sevgi shunday shafqatsiz? Hozir yillar o'tdi. Malika boshqa odamning xotini. Menda ham o'z oilam, farzandlarim bor. Lekin mening qalbimning eng tubida qorong'u, hech kim kira olmaydigan bir qabr bor. U qabrda mening yoshligim, mening qonli va taqiqlangan yagona muhabbatim yotibdi. Men baxtliman deb hammaga kulib qarayman. Ammo yomg'ir yoqqanda yoki tasodifan amakimning uyi tomonga o'tib qolganimda, meni o'sha dahshatli olov, o'sha yondiruvchi dard qaytadan yondira boshlaydi. Azizlarim, ba'zan yurak shunday joylarga boshlab boradiki, u yerda faqatgina azob va ko'z yosh kutib turganini aqlimiz ham tushunolmaydi. Sevgi ba'zan bizni baxtga emas, bir umrlik qurbonlikka, shafqatsiz xotiraga tortar ekan. Siz mening qonli muhabbatim, otamning shafqatsizligi va Malikaning qurbonligi haqida nima deb o'ylaysiz? Mening joyimda bo'lsangiz nima qilardingiz? Qarindoshlar o'rtasidagi sevgiga sizning munosabatingiz qanday? Iltimos, izohlarda o'z achchiq xulosalaringizni yozib qoldiring. Hikoyachi Momo kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Xayr azizlarim. O'z yuragingizni asrang.